Ko'p odam ingliz tili o'rganadi, lekin gapirganda sekin o'ylaydi, adashib ketadi. Muammo aslida bizda yoki grammatikada emas, muammo biz ingliz tilida o'ylay olmasligimizda. Videoni ko'rishdan oldin shunaqa foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling. Mening ismim Mr. Rocky. Thomson Learning Center'da 5 yildan beri General English va IELTS instruktori bo'lib ishlayman. Faoliyatim davomida o'rgangan ingliz tilida o'ylashni soddalashtiradigan 5 usul haqida gaplashamiz. Birinchi usulimiz ichki monologlarni ingliz tiliga o'tkazish usuli. Kun davomida miyamizda keladigan xayollar, ya'ni tashqariga chiqmaydigan gaplarni ingliz tilida o'ylashni boshlash. Misol uchun, men juda ham charchadim emas, I'm really tired today yoki qornim juda ham ochdi emas, I am getting hungry. Xuddi shu kabi iboralarni ingliz tilida o'ylashni boshlashimiz samarali usul. Boshida qiyin bo'ladi, so'z boyligimizga yetmay qolishi mumkin, to'xtab qolishimiz mumkin o'ylashdan, lekin aynan shu jarayonda miyamiz yangi tilda o'ylashga moslashayotgan bo'ladi. Ikkinchi usulimiz atrofdagi narsalarga ingliz tilida nom berishimiz. Misol uchun, kundalik narsalar bo'lishi mumkin. Kitob emas, bu ko'k ruchka emas, penni va bularga sekin-sekin ingliz tilida gap tuzishga harakat qilishimiz. Bu usul nafaqat ingliz tilida o'ylashimizni tezlashtiradi, balki so'z yodlashimizda ham juda ham samarali. Biz kitobdan so'z yodlash o'rniga real hayotdagi predmetlar orqali so'zlarni tez va samarali yodlasak bo'ladi. Uchinchi usulimiz vaziyatga qarab dialog tuzishimiz. Bu usulda biz tasavvur qilamiz, restorandamiz, yangi odamlar bilan tanishamiz yoki aeroportdamiz. Xuddi shunaqa holatlarga uzun bo'lishi shart emas, 2 ta 3 ta savollarga o'zimiz savol berib, o'zimiz javob berish usulimiz. Bu usulda biz demak, kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan suhbatlarga oldindan tayyorlanamiz va ingliz tilida gapirishimizda keladigan hayajon va qo'rquvlarni yo'qotishimizga juda ham samarali usul. To'rtinchisi bu usul emas, to'rtinchisi bu maslahat ingliz tilini o'rganayotganlarga. Bu o'zim o'quvchilarim orasida ham juda ham mashhur demak xatolardan bittasi. Ingliz tilini o'rganayotganda nima qilinadi? Gap tuzayotganda, speaking qilayotganda birinchi o'zbek tilida gap o'ylay oladi va ingliz tiliga tarjima qilishga harakat qiladi. Bu eng katta xatoyimiz. Chunki o'zbek tili grammatikasi va ingliz tili grammatikasi juda ham bir-biridan boshqa-boshqacha, so'zlarning ketma-ketligi ham boshqa. O'shaning uchun kichkina gaplardan birinchi boshlash kerak. Ingliz tilini o'zida miyamizda gap tuzishga harakat qilishimiz kerak. So'zlarni ketma-ketligiga qo'yib, bunaqa kichkina gaplardan boshlab etap-etap katta gaplarga o'tadigan bo'lsak, miyamizda to'liq ingliz tilida o'ylashga moslashadi. Hop, 5-usulimiz eshitgan gaplarimizni ingliz tilida takrorlab yurish usulimiz. Biz YouTube ko'rishimiz mumkin ingliz tilida, podkast ko'rishimiz mumkin, kinolar ko'rishimiz mumkin. Bu ingliz tili darajamizga bog'liq albatta. Kino yoki multfilm. Hop, nima ko'rganimizda ham u yoqda aytilgan, demak, qiziqarli frazalar yoki o'zimizga yoqqan gaplarni ichimizda takrorlab yurishimiz. Bunaqa usulimiz bizga qanaqa yordam beradi? Ingliz tilidagi, demak, iboralarni o'rganishimizda va ingliz tili, demak, ritmini miyamizga sekin-sekin joylashtirishga yordam beradi. Tepada o'rgangan usullarimizning natijasini qachonki biz o'zbek tilidagi so'zni tarjimasini eslolmay yoki o'zbek tilidagi gap tarjimasini eslolmay, birinchi bo'lib xayolimizga ingliz tilida kelishidan bilosik bo'ladi. Bu usullarni ingliz tilida gapirishni tezlashtirishimizda yana samarali qiladigan yo'l kuniga yarim soatdan foydalanish va albatta Thomson School o'quv markazlarida asosiy va yordamchi o'qituvchilar ko'magida ingliz tilini tez va sifatli o'rganish. Keyingi videolarda ko'rishguncha albatta sizni Thomson o'quv markazlarida kutib qolamiz.